hammaga ishonaverishim ham xato ekanligini tan oladigan vaqt kelmadimikin? Nima bo'ldi? Shuncha payt ishondingiz hammaga, sirlaringizni oshkor qildingiz, nozik tomoningizni bildirib qo'ydingiz. Siz ishongan insonlar ishonchingizni suiiste'mol qilib ketishdi. Doim yoningda bo'laman, sen bilan birga bo'laman. Nima bo'lganda ham, qiyin kuningda ham, yaxshi kuningda ham doim yoningda bo'laman degan insonlar shunchaki bizdan arzimas sabablar uchun voz kechib ketishmadimi? Voz kechib ketishdi. Ishongan do'stlaringiz, siringizni oshkor qildingiz, nozik tomoningizni bildirib qo'ydingiz. O'sha nozik tomoningizdan orqangizdan ish qilib ketishmadimi? Hech kimga ishonib bo'lmasligiga yana qancha sizga isbot kerak? Yana qancha o'zingizni qiynaysiz shu holatda? Ishonmang. Hozirgi zamonda gapirgan gapini ustidan chiqadigan, va'dasiga vafo qiladigan insonlar juda ham kamayib ketgan. Kimdir sizga gapirsa, mayli eshiting, quloq soling, lekin hech qachon ishonmang.